7'dan. Hamma kutgan kun keldi. Xullas kalom biza bugun akam bilan go'shiga keldik. Kimni o'ylaysizlar? Akamni. Aka nimaga? Bitta keyin bor o'zi. Har doim o'zi bitta tiyadi, bu safar esdan chiqib qoldi. Ya hozir to'g'ri yo'lmaysan bejonim. Ozgina bor. Aniki Yo'q, kerak emas. Ozgina. buni Bo'ldi, kerak emas. aka buni yegandan keyin uylanaman deb qolsam qiz bor. Buni yeb pes tashlaymiz 13-ga. Xudo xolasa. Ha, aytgancha 13-ga Xumarinada boy vapshe. Xudo xolasa men ham sapirni qidiryapman. Polvonlar faqat tili polvonda, o'zlari yo'q. Men bu yigitga aytayapman, 60 kilo ganiyat qilsam qila olmayapti-da. Aytdim. 70 kilo. Kelinglar deyapti. Faqat quruq gap, faqat shu gap. Bu ham xuddi shunday. Urishaman deydi-da yo'q bo'lib qoladi. Ol. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Krasovkalar, o'raverdim krasovkalar. Ma'siz ko'ryapsizlarmi? O'zi bilgan ishini qilib krasovkalar kiyib yuribdi, futbolkalar olibdi. Aka menga bu razmerda o'zi. Razmerda. Akam bugun haq bergan ekan, akam haqiga duo qilib qo'yinglar bugun. Bo'ldi, kasani ham o'zi shu joyda hal qildik. 70 kilo yuz tashlang. Aytdim, ikkalariga kelinglar farqi. Bor yo'q, 100 kilo tashlash kerak. Muammo. Qo'rqoq. O'zbekiston olg'a. Kim?